oila masalasida er bilan xotin o'rtasida muammo bo'lib qolsa, taloq tushdi, taloq tushmadi degan masalada xotinni gapi olinmaydi. Erni gapi olinadi. Nimaga? Chunki taloq huquqi erni qo'lida bo'ladi. Huquqi erni qo'lida bo'lgan haqni xotindan so'ralmaydi. Buni nima uchun aytyapman? Ba'zi ayollar eri bilan ajrashmasdan turib, boshqa bir erkak bilan gaplashib, unga nikohim yo'q, erim taloq qilgan meni deb tegib olyapti ekan. Bu musibat bu. Va diniy idora, fatvo bo'limi, oilalarni mana shunga o'xshagan muammolarida o'rtada hakam bo'lib turishligi bu katta ne'mat. Diniy idora mana shu ishda musulmonlarimiz uchun juda katta xizmat qilyapti. Oilalarni mustahkamlash uchun. Agar siz jamiyatni o'ziga tashab qo'ysangiz bu narsani, yoshlar bir-birini tushunmasa, unisi bunisini ayblaydi, bunisi unisini ayblaydi. O'rtada oilani tiklash kerakligi, jamiyatga foydali bo'lgan ish chekkada qolib ketadi. Ikkita yosh bir-birini loyga botirib o'tiraveradi. Erkaklarda ham bor, uchraydi. Erkaklar ham ayolini yomonlab, boshqalarga gapirib yurishi bor ba'zilarda. Bu muruvvatga to'g'ri kelmaydi. Ayolini yomonlash muruvvatga to'g'ri kelmaydi. Yo yashash kerak, yoki voz kechish kerak, bo'ldi, tugatish kerak shu bilan.